Qashqirlar makoni serialidagi Po'lat Alamdar obrazi Abdulloh Chatlining hayotidan ilhomlangani rostmi? Abdulloh Chatlining sovetlarning tarqalishida va chechen urushlarida ta'siri mavjudmidi? Eng asosiy savol esa Chatli o'lganmidi? Xo'p, o'lmagan bo'lsa, hozir u qayerda? Turkiyaning ikkinchi odamiga aylanayotgan Turkiyaning tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Abdulloh Chatli bo'lishi mumkinmi? Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Aslida bu so'z kimga tegishli edi? Serialning mashhur so'zi bor, oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Ya'ni Qashqirlar makoni serialini. Bu so'z aslida Abdulloh Chatli hayoti davomida juda ham ko'p qo'llagan. Ayniqsa u bilan birga bo'lganlar bu iborani Chatlining eng sevimli iborasi ekanligini aytib o'tishgan va serialdagilar balki Abdulloh Chatlidan ana o'sha Po'lat Alamdar obrazi ilhomlanganki, bu so'zni juda ham ko'p qo'llashgan. Aslida bu so'z Shayx Shomilni, ya'ni ruslarga qarshi katta urushlar amalga oshirgan chechen qahramoni Shayx Shomilning so'zlari edi bu so'zlar. Mana shu so'zni ko'p ishlatishligi ham aslida Po'lat Alamdar seriali kimdan ilhomlanganligini ko'rsatadi. Qashqirlar makonida eslasangiz, Alijandan mashina avtohalokatida vafot etadi va uning hayoti Po'lat Alamdar sifatida davom etadi. Ajoyib bir sujet rivoji bo'lib, bu aslida Abdulloh Chatlining hayotidan olingan bir voqea bo'lishi ham mumkin, chunki Chatli o'zining ukasiga, ya'ni Zeki Chatliga telefon qilib, Abdullah Chatli benim 3 yaş büyük ağabeyim olur. Yaqin kunlarda poyezd avtohalokati bo'ladi. Agar meni o'lganligim xabari yoyilsa, bunga hech ham ishonma degan mashhur so'zlarini aytgan o'zini ukasiga. Bu voqealar shubhasiz serialning ssenaristlari tomonidan ilhom manbai sifatida ishlatilgan bo'lishi mumkin. Hattoki Chatlining qizi Gokchen Chatli ham serialdagi Po'lat Alamdar obrazining otasi Chatliga, ya'ni Abdulloh Chatliga o'xshashligini ta'kidlab o'tgan. Biroq serialchilar bu borada hech qanday tasdiq yoki rad javobini bermaganlar. Bu voqealarning haqiqatdan ham Chatli hayotidan olinganligi yoki yo'qligi haqida savollarni ochiq qoldiradi. Xo'p, endi Abdulloh Chatlining biroz hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak. Abdulloh Chatli yoshligidan 14 yoshidan karate bilan shug'ullanishni boshladi. Ya'ni maktabga borar ekan, birato'la karate bilan ham shug'ullanishni boshladi. Va sekin-asta o'zini rivojlantirishni boshladi. Anqaradagi universitetda o'qishni boshladi. Anqaradagi universitetni bitirgach, o'zining g'oyaviy fikrlariga ega bo'la boshladi. Uning g'oyasi bitta edi, kommunizmdan juda ham nafratlanardi. Ya'ni Rossiyaning kommunistik tizimidan nafratlanardi, ya'ni mutlaq birlik, hamma teng bo'lish kerak degan fikr Abdulloh Chatlini qoniqtirmas edi. Va universitetda mana shunday g'oyalarga ega bo'ldi Chatli. Va shu sababli ham balki Chatli o'zini birinchi deputatlik hayotini boshladi, ya'ni davlat xodimiga aylandi. Ozgina davlatda ishlashni boshladi va mana shu mobaynida o'zining fikriga mos insonlarni o'zini atrofida yig'ishni boshladi. Ya'ni kommunizmdan nafratlanadigan biroz millatchiroq, albatta bu Abdulloh Chatlida bor edi, biroz millatchilik bor edi. Lekin Abdulloh Chatlida shunday bir narsa bor ediki, o'zining aholisi bo'lsa ham, lekin fikri unga tushmasa, undan nafratlanardi. Garchi u Turkiya fuqarosi, turk bo'lsa ham. Abdulloh Chatlida va uning atrofidagi insonlarda shunday bir holat shakllangandi. Aslida ana shunday holat Turkiyaning u davrdagi siyosiy tizimini ko'rsatib beradi, siyosiy mafkurasini ko'rsatib beradi. Ya'ni ma'lum bir aholi bor, mutlaq kommunizmni ilgari suradi va bunda yana unga muxolif bir aholi bor, kommunizmdan nafratlanadigan. Va bular o'rtasida doimiy Turkiyada yoshlar o'rtasida urush chiqavergan. Va Abdulloh Chatli kabilar albatta kommunizmga qarshi kurashish orqali o'zlarini vatanparvar sifatida xalqqa ko'rsatishgan. Abdulloh Chatli sekin-asta hayoti norasmiy ishlarga mashg'ul bo'lib ketishni boshladi, ya'ni soxta pasportlar chiqarishni boshladi
va undan tashqari esa o'zini fikriga ega, o'zini g'oyasiga mos tushadigan yoshlarni qamoqxonadan chiqarishni boshladi. Qamoqxonadan chiqarib, ularni chet elga qochirish ishlari bilan Abdulloh Chatli shug'ullana boshladi. Mana shular natijasida bir necha siyosiy jinoyatlarga aralashdi va bir necha bombali faoliyatlarda ishtirok etdi va buni natijasida albatta Turkiya hukumati tomonidan aybdor deb topildi. Abdulloh Chatli o'zining yaqin do'stlari bilan Turkiya davlatini tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Chunki jinoyatchi edi, shubhasiz katta bir jinoyatchiga aylangandi va mafiya olami uni juda ham yaxshi tanirlar. Turkiyani mafiya olami chunki juda ham mashhur edi va shu sababli Turkiyani tashlab chiqib ketdi, lekin doimiy bitta orzusi bor edi, bu faqatgina vataniga qaytish. Lekin afsus, Abdulloh Chatlini o'z orzusiga erisha olmasligi aniq edi. Chunki Turkiya uni nima bo'lsa ham qabul qilmasdi. Abdulloh Chatli va uni do'stlari chet elda ham jim o'tirishmadi. Chet elda ham shunchalik katta ishlar amalga oshirishdiki, juda ham mashhur bo'lib ketishdi. Abdulloh Chatli o'zini 9 do'sti bilan chet elda katta ishlar amalga oshirishga kirishdi. Maqsadlari aniq edi, katta edi, rejalari bor edi. Va bir kun 9 do'sti bilan Abdulloh Chatli yig'ilishdi va yig'ilishda bir so'z ketib qoldi, bir reja tuzishdi. Bu reja nimadan iborat edi? Bu rejaga o'tishdan oldin Kurshod va uning 40 do'stini tushuntirib ketsam. Tarixda Kurshod va uning 40 do'sti mavjud. Bu albatta Abdulloh Chatliga tegishli nuqta. Hozir aytib o'taman. Bizning hududlarda Kurshod ismli bir inson o'tgan, ya'ni bir sarkarda o'tgan va uning 40 do'sti bor edi. 40 do'sti bor edi. Miloddan avvalgi davrlarga ketmoqda bu davr. Aynan turkiylar ma'lum bir asr 50 yil davomida Xitoyliklarga qul bo'lib qoldi. Va natijada aholida noumidlik, ya'ni biz Xitoyliklarga butun umr qul bo'lib qolamiz degan fikr tarqala boshladi. Kurshod va uning do'stlari 40 do'sti esa mana shu Xitoyliklarni yo'q qilish uchun bitta reja tuzishdi. Bir oyda bir marta Xitoy imperatori shaharni aylanishga chiqadi va ana shu shaharga aylanish chiqayotgan paytda Xitoy imperatorini o'ldirishni niyat qilib qo'yishdi. Ular uni joniga qasd qilishni niyat qilishdi. Bunda Kurshod va o'zini 40 do'sti bilan mana shunday reja tuzishdi. Bu miloddan avvalgi bo'lgan davrning tarixi. Va aynan ana o'sha kuni kuchli bir yomg'ir yog'ib qoldi. Ana o'sha rejalashtirilgan vaqt, ya'ni imperator shaharga chiqadigan, shahar aylanadigan paytida juda kuchli yomg'ir yog'ib qoldi va natijada imperator saroyda qoladigan bo'ldi, shahar tashqarisiga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Va Kurshod va uning 40 do'sti rejalab qo'ygan rejalari barbod bo'lgandi. Va Kurshod shu qaror oldi. Nima bo'lsa ham imperatorni o'ldiramiz. Endi esa butunlay saroyga hujum qilamiz deydi. Va qo'rqmasdan, jasorat bilan saroyga hujum qilishdi. Birato'la saroyga hujum qilishdi va u yerdagi barcha xitoyliklarni qirib yuborishdi. Hattoki imperatorning yotoqxonasigacha yetib borishdi. Lekin shaharning tashqarisidan qo'shin ham chaqirishdi va natijada bir amallab Kurshod va uning 40 do'stini to'xtatishdi. Saroydagi barcha askarlarni qirib tashlashdi, bu 40 o'g'lon. Lekin saroy tashqarisidan kelgan qo'shin baribir ularni to'xtatib qoldi. Va natijada ular kechasi hujumga amalga oshirgan bo'lsa, to tonggacha bu 40 kishi bo'lib jang qilishdi. To'g'ri, ular yengildi, lekin turkiy aholi ongida shunday bir narsa saqlanib qoldiki, bular bizning qahramonimiz. Bular 40 kishi bo'lib qo'rqmasdan o'zlarining vatani yo'lida katta xizmat qilib shu yo'lda o'lishdi. Demak, biz nahotki shu 40 kishi bo'la olmasak deb turkiy aholida katta bir umidlar yondi. Katta umidlar paydo bo'ldi va undan keyin esa aynan mana shu Kurshod va 40 do'stining ishlari tufayli qullikdan chiqib ketishdi. Ya'ni Xitoyga qarshi isyon ko'tarib, turkiylar yana o'sha kuchli davrlarga qaytishdi. Bunda albatta Kurshodning o'rni juda ham katta edi. Demak, turkiylarda bizda bu aynan bizning tariximiz. Bizni otamiz aynan mana o'sha Kurshodda yotganim. Turkiy qavmlarda albatta juda ham Kurshod ulug'lanadi. Xuddi shunday Abdulloh Chatli ham asl turkiy, shu sababli Kurshodni o'zining otasi deb bilgan va ana o'sha 9 kishi bilan chet eldagi majlisida Abdulloh Chatli o'zi aytganki, nahotki Kurshod 40 kishi bo'lib kurashgan, Xitoyliklarga qarshi kurashgan inson 40 kishi. Biz 9 kishi bo'lib turib 40 kishining o'rnini bosa olmaymizmi deyishdi va reja tushdi. Reja qoyil maqomida.
Ularning rejasiga ko'ra mana shu 9 kishi Kosta-Rika davlati, hozir Kosta-Rika davlati Janubiy Amerika hududlariga to'g'ri keladi. Kosta-Rikaga xat yozishdi, ya'ni bizni qabul qiling, biz qochoqmiz, Kosta-Rikada yashashni niyat qilganmiz deb iltimosnoma yuborishdi. Kosta-Rika davlati ularni qabul qilish uchun. Va Kosta-Rika davlati agar ularni qabul qiladigan bo'lsa, Abdulloh Chatli va uning 9 do'sti aynan Kosta-Rika davlatiga kirib, u yerdagi qo'shinni o'z nazoratiga olib, Kosta-Rika davlatini yo'qqa chiqarib, Turkiya davlati qurishmoqchi edi. Ya'ni Kosta-Rikada bir Turkiya davlati quramiz degan rejani tuzib qo'yishdi. Va niyatlari aniq edi, maqsadlari aniq edi va bundan shubha ham qilishmayotdi. Qo'rquv ham yo'q edi. Bir davlatni yo'q qilib, Turkiya davlati tuzamiz deb niyat qilishgandi. Va Kosta-Rikaga iltimosnoma yuborishdi qabul qilishlik to'g'risida, lekin eng afsuski Kosta-Rika davlati buni, ya'ni bu iltimosnomani rad qildi. Ya'ni ularni qabul qilishni xohlamadi. Natijada bu reja o'xshamadi. Tushunib turibsizki, reja muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Gap rejani muvaffaqiyatsiz yakunlanishda emas, balki ularning aqlidagi yoki miyasida chegara yo'qligida masala. Xuddi bizning otalarimizda ham xuddi shunday chegara bilishmagan. Ularning miyalari chegara bilmaganki, shunchalik katta buyuk imperiyalar qurishgan otalarimiz. Gap otalarimiz haqida ketar ekan, mana bu asarimiz, ya'ni kitobimiz, biz kimmiz, tarixni yozgan millat kitobimiz sotuvga chiqdi. Ilk kitobimiz. Hozir butun kitob do'konlaridan xudo xolasa topa olasiz bu kitobni. Kurshod va uning 40 do'stini aytib berganimdek, miloddan avvalgi davrlarda turkiy otalarimiz qanday bo'lishgan, ularning turmush sharoiti, dinlari haqida ham ozgina fikr yuritganmiz va undan keyin esa aynan turkiy aholini, ya'ni otalarimizni islom bilan yuzma-yuz kelishliklari qanday bo'ldi? Bittida islomga kirib qolishdimi? Islomga bo'lgan ta'sirlari va yana aynan turkiy otalarimizni buyuk qilgan illat islom ekanligiga, ularni musulmonchilikni qabul qilgandan keyin naqadar bir yuksaklikka erishganliklarini bu kitobda mujassam etilgan va islom yo'lida ularning qilgan xizmatlari naqadar buyuk ekanligini bu kitobda keltirib o'tganmiz. Tavsiya qilaman hammaga, aynan tarixni sevadiganlarga. Tarixni o'qimoqchiman, ilk qaysi kitobni o'qiymiz desanglar, albatta o'zimning kitobni tavsiya qilaman, chunki ana o'sha boshlang'ich saviyadagi yozilgan kitob. Xo'p, endi Abdulloh Chatli mavzusiga qaytsak. Abdulloh Chatli 1980-yillarda razvedkaga ishlashni boshlagan. Ya'ni Turkiya razvedkasiga ishlashni boshlagan va Yevropadagi arman terror tashkilotlariga qarshi olib borgan harakatlarida 28 ga yaqin bombali hujumda ishtirok etgan. Bu aynan hukumatni, ya'ni Turkiya Respublikasining ko'magi bilan harakat qilganligi to'g'risida so'zlar yuradi. Aslida u davrlarda chet eldagi voqealarda har toshning tagidan Abdulloh Chatli chiqib kelgan. Ba'zilar Abdulloh Chatli uchun aynan milliy razvedka xodimi sifatida ko'rsa, ba'zilar mafiya otasi, ba'zilar esa qordori baroni sifatida bilishgan Abdulloh Chatlini. Abdulloh Chatlini Chechenistondagi urushlarda faoliyat yuritgani hamda SSRni ham tarqalishi uchun juda ko'plab maxfiy vazifalarni amalga oshirganligi ham juda ham mashhur. 1984-yilda narkotik biznesi tufayli Parijda qo'lga olindi Abdulloh Chatli ve 7 yilga qamoqqa mahkum qilindi. Ben daha önce de söyledim. Avcı'nın söylediği şeyleri Bulgar pis en azından başlangıç olarak 200 Qamoqxonada bo'lgan davrida esa papaga suiqasd qilganlikda ayblanib, keyinchalik Fransiyadan Shveysariyaga jo'natilgan. Yillar davomida Turkiyaga ko'plab xizmatlar ko'rsatgan Chatli oxir-oqibat vataniga qaytib keladi. Turkiyaga kelganidan so'ng u mafiya hayotini davom ettirib, parda ortidagi davlat xizmatini ham biror tavakkalsiz bajarishda davom etdi. Davlat uchun bir qancha muhim ishlarni amalga oshirib, soxta pasportlar bilan yashashni davom ettirdi. Uning o'ziga xos va sirli hayoti tashqi davlatlardagi ko'plab xizmatlari bilan Turkiyaning sirli tarixida o'chmas iz qoldirdi. Abdulloh Chatli 1996-yilda
Turkiyaga qaytganidan 3 yil o'tib, avtomobilining tormozi ishlamaganligi sababli katta yuk mashinasining ortiga urilib halok bo'ldi. Bu voqea uning sirli va murakkab hayotining yakuni bo'ldi. Abdulloh Chatlining ayoli o'sha davrlarni shunday eslaydi, ya'ni Abdulloh Chatlining o'limidan avvalgi hayoti haqida, o'limidan 1-2 hafta oldingi hayot haqida quyidagilarni aytib o'tadi ayoli. Uyga kechasi doim 3 to'rlarda kelardi. Uning avtomobilining turar joyi ma'lum edi, lekin bir kun uyg'onganimizda qo'l bombasi kvartiraning atrofida topilgan edi. Aynan uning mashinasining yonida topilgandi bu bomba. Yana bir kun esa yana bir bomba topildi va bu ham mashinasining atrofida edi. Bu voqealar uning o'limidan 2 hafta avval sodir bo'lgan edi. Abdulloh har kuni uydan jilet bilan chiqardi. Lekin o'limidan bir kun oldin jiletsiz chiqdi, chunki badanidagi og'riqlar uni bezovta qilayotgan edi, deydi Abdulloh Chatlining ayoli. Va o'z navbatda u davrlarni Abdulloh Chatlining qizi bo'lmuş Gokchen Chatli ham quyidagicha eslaydi. Otam so'nggi kunlarida o'ziga hech e'tibor bermasdi. Sochlaridagi oqlar ko'paygan edi. Ammo u hech qachon bizga o'z muammolarini ko'rsatishni xohlamas edi, deydi qizi. Bu hikoya Abdulloh Chatlining ichki dunyosining o'ziga xosligi va unga duch kelgan xavf-xatarlar bilan kurashgan hayotining og'irligini ko'rsatadi. 1996-yilda aynan Chatlining avtomobili 230 km tezlikda harakatlanar ekan, yuk mashinasiga urilishi natijasida ichidagi 3 kishi bilan halok bo'ldi. Biroq ulardan faqat biri tirik qolishga muvaffaq bo'ldi. Bu odam davlat xodimi Sedat Bujak edi. Albatta, bu mashinada 4 kishi bo'lgan va 4 kishidan aynan biri Abdulloh Chatli va uning sevgilisi va yana 2 kishi esa bu davlat xizmatchisi edi, ya'ni davlat amaldorlaridan edi. Davlat amaldorlaridan biri, ya'ni Sedat Bujak tirik qolgan, birisi esa o'lgan. Ya'ni bu ham aynan Abdulloh Chatlini davlat bilan ishlaganligiga dalolat qiladi. Va hattoki aynan uning o'limidan keyin uning to'pponchasi topilgan, Abdulloh Chatlining to'pponchasi topilgan va bu to'pponcha ham aynan davlat, Turkiya Respublikasi davlati bunga rasman ruxsat bergan to'pponcha topilgan. Ya'ni Abdulloh Chatlini ishlatayotgan hattoki to'pponchasi ham davlat tomonidan berilgan va bu shubhasiz o'z navbatida davlat amaldorlari bilan birga bo'lgan holatda o'lganligi ham u shuncha yillar mobaynida davlat uchun ishlab kelayotganligini ko'rsatgan. Va uning vafotidan keyin shunchalik o'limi katta bir afsonaga aylandiki, Abdulloh Chatli haqida juda ham ko'plab kitoblar yozilishni boshladi. U qahramon sifatida hamma yerda ko'rsatishni boshladi. Aslida davlat uchun ishlaydigan mafiya odami, mafiya otasi sifatida ko'rsatishni boshlandi har yerda. Lekin mana shu o'lim voqeasidan keyin g'ayritabiiy holat yuz berdi. Bir kishi Istanbul prokuraturasiga murojaat qilib, uning hayotini saqlab qolish evaziga maxfiy guvoh bo'lishni taklif etdi. Uning so'zlari esa odamni hayron qoldirdi. Guvohning iddaosiga ko'ra, avtomobilning tormozi, ya'ni aynan Chatli haydagan avtomobilning tormozi masofadagi boshqaruv orqali harakatsiz holatga keltirilgan edi. O'sha kuni Chatli va uning oldidagi sevgilisi omon qolgan. Ammo keyinroq bir guruh shaxslar kelib, ularni, ya'ni Chatli va uning sevgilisini bo'ynini sindirib, ularni o'ldirgan. Avtohalokatda ular o'lmagan. Ulardan keyin kelgan bir guruh ularni o'ldirishgan degan. Ya'ni 3 kishi halok bo'lgan, lekin 4-kishi bo'lgan Sedat Bujakni esa odamlar qutqarib qolishgan. Shu bilan birga bu hodisalar albatta Turkiyada mafiya va razvedka guruhlari o'rtasidagi noaniq aloqalarni ham ochib berdi va davlatning qora kuchlar bilan bo'lgan aloqalari yuzaga chiqqan edi bu voqea natijasida. Abdulloh Chatlining o'limi ko'plab fitna nazariyalarini keltirib chiqardi. O'lim xabari e'lon qilinishiga qaramay, ko'pchilik uning o'lganiga ishona olmadi. Ba'zilar uning o'lmaganligini ta'kidlashdi va bu o'lim uchun ishonchli dalillarning yo'qligini aytishdi. Ularning fikricha, Chatli ehtimol boshqa bir shaxs sifatida hayotini davom ettirayotgan bo'lishi mumkin edi.
Abdulloh Chatlining qizidan olingan intervyularda u o'zining otasining bunday ish qilishi haqida gapirar ekan, quyidagilarni aytib o'tadi. Agar otam bunday ish qiladigan bo'lsa, ya'ni tirik qolgan bo'lsa, bu sirni men ham bilmas edim. Agar otam bunday qiladigan bo'lsa, bu sirni na men, na mening singlim bilgan bo'lardik deb izoh bildirgan. Ya'ni uning fikricha otasi Abdulloh Chatlining bir so'zi bor ediki, ikki kishi bilgan sir emas. Otam agar shunday sirli ish qilsa ham buni hech kim bilmaydi, hattoki na men, na mening singlim deb aytib o'tgandan keyin bu Chatlining o'lmaganligi to'g'risidagi fikr yanada olovlanib ketdi desak bo'ladi. Chunki uni gapi haqiqatan hamma yoqni qo'zg'atib yubordi va o'z navbatida Chatlining ukasi hali aytib o'tganimdek Zeki Chatlini gapi ham buni yanada mustahkamladi, chunki hali Abdulloh Chatli tirik bo'lgan paytida ukasiga telefon qilib, agar poyezd avtohalokatida o'lgan deb topishsa meni, bunga ishonmagan degan so'zlari ham aynan Chatlini o'lmagan degan fikrni ilgari surdi. Va yana o'z navbatida bilayotgan bo'lsak, Chatlining umrining oxirida unga nisbatan juda ham ko'plab o'ldirish niyatlari, ya'ni bombali harakatlar amalga oshirilgan. Balki Chatli oilasini yoki o'zini saqlash maqsadida balki o'zini o'ldi deb ko'rsatish uchun ma'qul kelgan bo'lishi ham mumkin. Bu ham barchasi ehtimoliy fikrlar, ehtimoliy nazariyalar, lekin birontasi haqiqat emas. Buni ham zikr qilib o'tish kerak. Lekin bundan tashqari ayrimlar esa haddan tashqari iddioli fikrlarni ilgari surishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, Abdulloh Chatli yuzini o'zgartirib, yangi shaxs sifatida siyosat sahnasiga qaytgan. Abdulloh Chatli o'lmadi, balki hayotini davom ettirmoqda. Ya'ni uning hayoti Hakan Fidan sifatida davom etmoqda degan iddaolar oxir oqibatda paydo bo'ldi. Hakan Fidan kim o'zi? Hakan Fidan bu hozirda tashqi ishlar vaziri, Turkiyaning tashqi ishlar vaziri hisoblanadi. Ma'lum bir insonlar uni aynan oldin Abdulloh Chatli bo'lgan degan iddaolarni ilgari surishdi. Chunki Hakan Fidan hozir tashqi ishlar vaziri, bundan oldin esa milliy razvedka rahbari bo'lgan Hakan Fidan. Va nima uchun u desangiz, albatta hozir bu haqida to'xtalamiz. Birinchi iddao shubhasiz ularning yuz ifodalarini bir-biriga juda ham yaqinligidan kelib chiqdi. Ya'ni yuz ifodasi juda ham bir-biriga yaqin. Va albatta endi Hakan Fidan kim ekanligini yaxshilab bilib olaylik. Uning tarixiga ozgina nazar tashlaylik. Bundan keyin bir aniqlik kiritsa bo'ladi. Haqiqatan ham bu iddao qanchalik to'g'ri ekanligi. Ya'ni Abdulloh Chatli hozirda tashqi ishlar vaziri deyishimizdagi iddao qanchalik to'g'ri ekanligini bilish uchun Hakan Fidanni ham hayotiga bir nazar tashlab o'tishimiz kerak. Kim o'zi bu Hakan Fidan? Endi Hakan Fidanga kelsak, 1968-yilda Anqarada dunyoga kelgan Hakan Fidan. O'tmishida albatta Anqarada dunyoga kelgan, o'tmishida shubhasiz harbiy bo'lgan, ya'ni ofitser bo'lib ishlagan, harbiy lavozimda ofitser bo'lib ishlagan va 2003-yilga qadar va undan keyin kutilmagan qaror oldi Hakan Fidan, chunki harbiylikni tashlab o'z xohishi bilan harbiylikni tashladi va Germaniyaga borib, Germaniyada bakalavrini, siyosat sohasida bakalavrini o'qidi. Va undan keyin Turkiyaga qaytdi va Turkiyada magistratura va keyin doktoranturani ham bitirdi. Ya'ni ko'rib turibsiz, birdaniga hayoti o'zgarib ketdi. Ya'ni harbiy bo'lib turganida butunlay ta'lim tizimiga kirib ketdi. Ya'ni 4 yil bakalavr desangiz, 2 yil magistratura, yana 4 yil doktorantura deydigan bo'lsak, 10 yil, 12 yil umrini ta'limga bag'ishlab yubordi. Va bundan keyin esa doktoranturadan keyingi holatlar esa sekin-asta institutda ishlashni boshladi va undan keyin davlat xizmatchisiga aylandi va undan keyin tezda Erdo'g'onning davlat maslahatchisiga aylandi. Ya'ni Erdo'g'onning shaxsiy maslahatchisiga aylanib qoldi Hakan Fidan. Va 2010-yilda esa qiziq voqea bo'ldi. 2010-yilda Turkiyaning eng yosh milliy razvedka xodimiga aylandi.
ya'ni Milliy razvedka tashkilotining rahbariga aylandi Hakan Fidan. Eng yosh, 42 yoshda. Va 12 yil Milliy razvedka rahbari bo'lib ishlagandan keyin, 13 yil mobaynida, undan keyin esa yaqin kunlarda, ya'ni 2023-yilda tashqi ishlar vaziriga aylandi. Tashqi ishlar vaziriga aylandi Hakan Fidan. Demak, tashqi ishlar vaziri bo'lishdan oldin Milliy razvedka xizmatining yuqori rahbari sifatida butun Turkiyaning nazoratini qo'lida ushlab turgan shaxsiyatlardan edi. Uning pozitsiyasi Turkiyaning ichki va tashqi siyosatidagi eng muhim qarorlar va harakatlarida markaziy rol o'ynaganligini aytib o'tiladi. Misol uchun, Ukraina va Rossiya munosabatlarida Turkiyaning tarafsizlik siyosatini amalga oshirishda, shuningdek, ayirboshlash shartnomalarida, Anqara shahridagi Amerika va Rossiya tashqi razvedkalarining o'zaro uchrashuvlarida Hakan Fidan asosiy rol o'ynagan. Isroil bilan maxfiy uchrashuvlar o'tkazishda, Misr bilan munosabatlarni tiklashda va Suriyadagi mana bu bo'layotgan vaziyatlarda Turkiyaning faolligida ham aynan Fidanning, ya'ni Hakan Fidanning hissasi juda ham katta. Parda ortidagi haqiqiy muhim shaxsiyat shubhasiz bu Hakan Fidan. Tashqi ishlar vaziri bo'lishidan oldin ham Hakan Fidan boshqa davlatlar bilan munosabatlarni rivojlantirishda o'zining maxfiy faoliyatini davom ettirgan. Shuning uchun hozirgi kunda uning tashqi siyosatdagi o'rni va ahamiyati aniq ko'zga tashlanmoqda. Fidan tashqi ishlar vaziri bo'lmaganida ham yuqori darajadagi uchrashuvlarni parda ortida olib borgan. Ya'ni o'sha razvedka rahbari bo'lib ishlagan davrda ham tashqi ishlarda juda ham katta o'rniga ega bo'lgan. Va hattoki so'nggi 10 yillik davrida, Turkiyaning so'nggi 10 yillik davrida, ana o'sha razvedka xodimi bo'lib ishlab yurgan davrida ham prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an tashqi uchrashuvlarda doim Hakan Fidan bilan birga bo'lgan. Ya'ni u ham ishtirok etgan. Odatda Milliy razvedka rahbari bunday yuqori darajadagi diplomatik uchrashuvlarda ishtirok etmaydi. Chunki uning roli ko'proq ichki xavfsizlik bilan bog'liq, lekin Erdo'g'an aynan Hakan Fidanni mustasno qilib, undan mana shunday qiziq tomoni xalqaro uchrashuvlarda ishtirok etishini talab qilgan Hakan Fidandan. Hakan Fidan shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Hakan Fidan faqat ingliz tilida ravon gapirish bilan cheklanib qolmay, nemis tilida ham gaplashishi ko'pchilikni lol qoldiradi. Bu uning nafaqat lingvistik mahoratini, balki xalqaro maydonda qanday kengroq aloqalar o'rnatayotganini ham ko'rsatadi. Amerikaning Fox kanali esa Hakan Fidan haqida shunday fikr bildirgan. Barcha Hakan Fidanning zakovatini va strategik qarorlarini juda yaxshi biladi. Turkiyaning razvedka rahbari dunyoning birinchi raqamli diplomati deb fikr bildirgan Fox nashriyoti. Bu juda katta iddaolardir, chunki ba'zi holatlarda hatto prezident Erdo'g'an uchun ham bunday yuqori maqtovlarni eshitish amri mahol. Aslida bu maqtovlarni tashqi davlat tomonidan e'tirof etilishi juda ham muhim bo'lsa-da, undan ham muhimroq jihat bu Turkiyaning ichki aholisining, ayniqsa akademik olimlarining fikridir. Siz yaxshi bilasizki, Turkiyada yetuk akademik olimlar ko'pincha prezident Erdo'g'anning siyosatini tanqid qilishadi. Lekin Hakan Fidan masalasiga kelganda bo'lsa, ular ham hech qanday qarshilik bildirmay, aksincha uning ishlarini yuqori baholaydilar. Bitta misol professor Celal Şengör, Turkiyaning mashhur olimlaridan hisoblangan professor Celal Şengör Hakan Fidan haqida quyidagilarni aytadi. Hakan Fidan aql bovar qilmas darajada g'ayritabiiy inson. Uning madaniyatiga qoyil qoldim. Harbiy bo'lishidan tashqari u juda ajoyib inson. Agar prezident Erdo'g'anning o'rnida bo'lganimda, tashqi siyosat bo'yicha hech qanday qaror qabul qilmasdan avval Hakan Fidan bilan maslahatlashgan bo'lardim, deydi u. Ya'ni tushunib turibsizki, Turkiyaning eng mashhur olimlaridan biri ham Erdo'g'andan ko'ra aynan Hakan Fidanning qilayotgan ishi, siyosatini ma'qullaydi. Ya'ni uni afzal deb biladi. Hakan Fidanni afzal deb biladi va ma'lum bir Turkiyaning aholisi ham Erdo'g'anga nisbatan Hakan Fidanga nisbatan bo'lgan ehtiroslari kattaroq. Buni ham
aytib o'tishligimiz kerak. O'z navbatda Erdo'g'on Hakan Fidan haqida shu so'zlarni aytib o'tgan. U davlatning sir qupisi degani, ya'ni davlatning sir qupisi degani davlatning sirli kubik rubigi degani. Bu Hakan Fidan bizning butun maxfiy narsalarimizni, butun sirli ma'lumotlarimizga ega bo'lgan shaxsiyat degan Erdo'g'on mana shunday maqtovlarni ilgari surgan Hakan Fidanga nisbatan. Fidanning o'ziga xosligi uning faqat ishga bag'ishlaganligi va mehnatkashligi bilan ham bog'liq. Chunki u juda ko'p vaqtini va energiyasini davlat xizmatiga sarflaydi. Hakan Fidan bilan ishlagan eski razvedka rahbari doktor Ali Burak Dirijili esa uni shunday tasvirlaydi. Fidanning dunyoqarashi juda ham keng va mehnatkash, tez qaror chiqaruvchan, intellektual va ziyoli. Ko'proq natijaga e'tibor beradigan shaxsiyat deb gavdalantirgan doktor o'zini so'zlarida. Bu fikr aynan Fidanning nafaqat professional, balki inson sifatidagi fazilatlarni ham o'zida mujassam etadi. Hozirgi kunda Hakan Fidan tashqi ishlar vaziri va albatta ko'rib turibsiz, Suriyadagi Turkiyaning qilayotgan ishlari, tashqi siyosatda qilayotgan ishlari juda ham katta. Hattoki Putin ham uni kutib olishga chiqdi. Ya'ni saroyidan deydim, majlisidan Hakan Fidan uchun tashqariga chiqdi. Bu hali hech qaysi bir tashqi ishlar vaziriga nisbatan ya'ni ko'rsatilmagandi. Bu uni faqat Putin aynan Hakan Fidan uchun qo'lladi. Oxirgi Hakan Fidanning so'zlaridan biri shu bo'ldiki, bu butun dunyoga ovozi bo'lib ketdi. Uni so'zi quyidagilardan iborat edi. Shu narsani aytib o'tdiki, Isroilning qilgan ishlari to'g'ridan to'g'ri o'g'rilik, bundan boshqa narsa emas deb butun dunyoga qarab yuzlanib aytib o'tdi. Fidanni Erdo'g'on ulug'lab kelgan va tashqi ishlarda doim o'zining eng yaqin yordamchisi sifatida ko'rgan Hakan Fidanni Erdo'g'on. Balki o'zini davomchisini aynan Hakan Fidan timsolida ko'rayotgandir. Xo'p, endi nima uchun Hakan Fidanni bunchalik Abdulloh Chatli bilan o'xshatishdi? Faqat yuz ifodasi bilanmi, yuzi bir-biriga o'xshaganligi uchunmi desangiz, yo'q. Unday emas. Bunga juda ham ko'plab sabablar bor. Hozir keltirib o'taman bularni. Birinchi navbatda harbiy sohada ishlaganligi Fidan. Fidan 1986-yildan 2001-yilgacha askar sifatida davlat xizmatida bo'lgan. Ofitserlikdan tashqari boshqa pozitsiyalarga ko'tarilishi ham aynan shundan kelib chiqadi. Uning shaxsiy tarixi va tez orada mansabini ko'targanligi ko'plab odamlarni hayratga soldi. Hakan Fidan nomining tilga olinishi uning milliy razvedka xizmatining rahbari bo'lishi bilan ham chambarchas bog'liq. Ya'ni Hakan Fidan harbiy soha bo'lganligi uchun 1986-yildan 2001-yillar mobaynida uni qanday faoliyat yuritganligi qisman noma'lum. Va yana o'z navbatida Hakan Fidan milliy razvedka rahbari bo'lganligi uchun uning ko'plab ishlari maxfiy va sirli bo'lgan. Va shu sababli ham o'zini tarixini rahbarlik paytida ko'plab qilgan ishlarini qog'ozlardan o'chirib tashlagan. Qog'ozlardan o'chirib tashlaganligi uchun uning tarixi to'g'risida aniq bir ma'lumotlarni topish qiyin bo'lmoqda. Va o'zi ham bu to'g'risida hech qanday izoh bermagan. Qisman demak uning karyerasida biroz noma'lumliklar mavjud. Noma'lumliklar mavjud bo'lganligi uchun ham mana shunday har xil shubhalarni keltirib chiqarmoqda insonlarning miyalariga. Chunki razvedka rahbari sifatida odatda xalq orasida ko'zga tashlanmasdi, chunki uning ishi ko'pincha maxfiy va sirli bo'lgan. Dunyo bo'ylab razvedka rahbarlarining asosiy vazifalaridan biri aynan shu, xalqni ko'zdan yiroq bo'lib ishlashdir. Biroq eng qiziq va shubhalarga yo'l ochgan yana bitta nuqta, Hakan Fidan tashqi ishlarda ishlagan, ya'ni Avstraliyada ishlagan, lekin tashqi ishlarda ishlagan inson Turkiya tarixida hech qachon milliy razvedka rahbari bo'la olmaydi. Turkiya tarixida hech qachon kuzatilmaganki, tashqi ishlarda ishlagan hech qachon milliy razvedka rahbari bo'la olmaydi, ya'ni milliy razvedkaga ishga kira olmaydi. Lekin bitta Hakan Fidan bundan mustasno. Ya'ni Erdo'g'on shunchalik unga ishonganki, chet elda ishlaganiga qaramay, uni milliy razvedka rahbariga aylantirgan. Bu ham aynan ko'plab shubhalarni keltirib chiqardi. Va yana o'z navbatda Hakan Fidanning o'g'lining ismi
Abdulloh ekanligini ham insonlar zikr qilib o'tishdi. Bu ham Abdulloh Chatliga tegishtirib olovlantirishdi bu so'zlarni va o'z navbatida 2024-yilda esa Hakan Fidan Iroq tashqi ishlar vaziri bilan ko'rishdi. Va bu ko'rishuv natijasida shu ma'lum bo'ldiki, tashqi ishlar vaziri Fuda Husayn, ya'ni Iroq tashqi ishlar vaziri Fuda Husayn Hakan Fidanga yuzlanib shu gaplarni aytdi. Janob Hakan Fidan boshqa bir vazifa bilan boshqa bir inson sifatida Iroqqa kelgan edi degan so'zlarni ishlatdi. Va bu so'zi yana aqllarga Abdulloh Chatlini keltirdi. Lekin endi siz matematik hisob-kitobda bo'lishi mumkinmi bunday narsa desangiz, ya'ni Hakan Fidan Abdulloh Chatli bo'lishi mumkinmi desangiz, Chatlining qizi Gokchen Chatli 1975-yilda tug'ilgan. Hakan Fidan esa 1968-yilda tug'ilgan. Ya'ni agar Hakan Fidan Abdulloh Chatli bo'lishi uchun u kamida 7 yoshda uylanib, farzandli bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. Lekin endi aytishingiz mumkin, nima sonlarni, tug'ilgan sanalarni o'zgartirishi mumkin emasmi, iloji yo'qmi desangiz, bu albatta bu sizni ishonchingizga, bu sizni ixtiyoringizga bog'liq. Bunga ishonish yoki ishonmaslik bu faqatgina sizga qolgan masala. Lekin shu ma'lumki, Hakan Fidan va Chatli o'rtasidagi yuz ifodalaridagi o'xshashlik tufayli bu kabi so'zlar davom etaveradi. Ya'ni buni to'xtatish, buni mutlaq inkor qilib bo'lmaydi. Chunki Qashqarlar makoni ixlosmandlari bunday maxfiy voqealarning juda ham muxlisi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'z navbatida Vorzakonlar va Sedat Peker kabi mafiya insonlari, ularni tarixi haqida video chiqishni xohlasangiz, izohlarda fikringizni qoldiringlar. Sizlarning fikringiz muhim va o'z navbatida bu videoga like bosib tarqatib qo'yinglar va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va o'z navbatda kitobni sotib olish ham esdan chiqmasin.